Assalomu alaykum. Demak, video darsini davom ettiramiz. O'tgan safar 7-dars deb Xitoy raqamlarini ko'rib chiqqandik. Xitoy raqamlari. Bu o'shani davomi bo'ladi. Xitoy raqamlari. 5 xonaligacha asosiy tushuntirgandim. U yog'iga asosiy umumiy qolipni tushuntirgandim. Endi bugun sana aytishni o'rganamiz. Sana aytishda faqat Xitoy sonlari ishlatiladi. Xitoy sonlari. Ya'ni biz o'tgan darsda o'tgan Xitoy raqamlarini ishlatamiz va 4 xonaligacha bilsangiz yetarli. 4 xonaligacha bilishingiz kerak. Va sana aytish tartibi quyidagicha: yil, oy, kun tartibida yoziladi. Masalan, o'zbekcha sana yozish mana bunaqa bo'lsa agar 14-kun, 6-oy, 2017-yil yoki 8-kun, 11-oy, 2024-yil bo'lsa, koreyschada shu narsa teskari. Yil, oy, kun. 2017-yilning 6-oyini 14-sanasi. 2024-yilning 11-oyini 8-kuni holatda keladi. Va 3 ta lug'at kerak. Yil neon, oy vol, kun degani il. Siz ilni bir deb yodladingiz. Bu yoqda kun ma'nosi bor. Grammatikada keyin ish ma'nosi ham bor. 3 ta ma'nosi bor ekan, il. Ham bir, ham kun, ham ish. Demak, sana aytish quyidagicha. Mana. Yilni yozamiz, oyni yozamiz va sanani yozib qo'ysak bo'ladi, kunni. Buni biz Xitoy raqamini o'rganganmiz, talaffuzi quyidagicha bo'ladi. Xo'p, Ichon 2000, O 5, Neon 2005-yil. Xo'p, oylarda e'tibor qiling. Oylar 1 dan 12 gacha bo'ladi, to'g'rimi? 1 dan 12 gacha. Va oylarning alohida nomi yo'q, lekin tartibi bor. Deylik, yanvar. Bu 1-oy. Masalan, oktyabr. Bu 10-oy. Shu demak, mana bu oy degan joyga uni tartibini yozib qo'yamiz. Masalan, samvol degani sam 3, vol oy, ya'ni 3-oy bu yanvar, fevral, mart. Mart oyi bo'lar ekan. Tushundikmi? Ichon, onion, samvol 2005-yil 3-oy, 18-kun degani 18. Shipparil. Yoki bunisi 2013-yil 9-kun 21-sana. Qarang. 2013 yil 9 degani bu sentyabr, ya'ni 9-oy sentyabrga to'g'ri keladi. 21-sana quyidagicha bo'ladi. Ichon 2000, Ship Sam Neon 13-yil. Kuvol 9-oy. Iship il degani qarang. 21, mana bu kun degani 21-kun. 21-kun. Keyingisi 2025 yil 12-oy 30-kun. Qarang. Ichon 2000, Iship o neon 25-yil. Ship ivol, ship i degani 12-oy. Sam ship degani 30-kun. Agar 31-kun bo'lsa, 31 il yoziladi, lekin buni talaffuzi yoki harf bilan yozilishi. 30 sam ship 1 degani il va kun degani ham il. Mana bunaqa bo'ladi. Sam ship il. Va o'qilganda qo'shib o'qiysiz buni. Sam shibiril. Shunaqa holatda bo'ladi. Va oylar bo'yicha mana alohida oylarni aytishda 1 dan 12 gacha tartibda aytiladi. Qarang. Mana 1 degani il. Ilvol yanvar, ivol fevral, samvol mart, savol aprel. Tushundikmi? Ya'ni aprelning tartibi bu 4. Va buni bunaqa yozasiz. Savol. 5-oy ovol, ya'ni may. 6-oyda e'tibor qilasiz. 6 degani yuk, to'g'rimi? Shuni kesib qoladi. Yuvol bo'ladi. Yuvol. Mana shu narsa iyun degani, iyun. Ikki xil ifodalasa bo'ladi. Hozir yozganim birinchi variant, ikkinchi varianti mana bunaqa 6 bilan volni yozib qo'yasiz. Lekin talaffuz doimiy yu bo'ladi. Oddiy qilib aytganda k doimiy tushib qoladi. Yukvol emas, yuvol. K tushib qoladi, yuvol. Iyul chilvol, avgust palvol. Sentyabr kuvol va 10-oyda ham xuddi shunaqa. 10 degani ship, to'g'rimi? Ship degani 10. P tushib qoladi.
Shivol. Shivol desangiz siz oktyabr oyi degan bo'lasiz. Shivol. Yoki buni mana bunaqa yozsangiz ham asli to'g'ri mana. On va vol. Lekin talaffuzga kelganda yoki harf bilan yozishga kelganda doimiy mana bunaqa. P harfi umuman yo'q. Shivol. Shu ikkitasida xolos. Iyun va oktyabr oyida. Qolgan hammasi o'z o'rnida. Dekabr, ship, ilvol. Mana tushib qolmayapti. Faqatgina 10-oy oktyabr, faqatgina 6-oy iyunda tushib qoladi. Ship, ilvol dekabr, ship, ivol shu joyda adashibman. Qarang. Mana bu yerda noyabr bo'lish kerak, ha? Noyabr. Ya'ni yozuvda xato ketgan ekan. 12-oy bu dekabr, ha? Dekabr. Tushunarlimi? Xo'p, yaxshi tushuningizni umiddaman. Sana aytish quyidagicha. Qolib shunaqa. Buni endi yozmada ham sal tushuntiraman. Endi ilk doskada mana bunaqa tushuntirardim. Mana yil, oy, kun. Hop, tug'ilgan yilimizni yozamiz. Masalan, men o'zimnikini yozadigan bo'lsam, mana. Hop, tug'ilgan oy 9-oy va sana 8. Xuddi shunday siz ham yozishingiz kerak. Mana yil, oy, kun. Buni endi aytishga kelganda 2003 Ichon, Sam, Nyon 2003-yil, Kuvol 9-oy, hop, Pal yil. Ya'ni o'qilganda paril bo'lib ketadi. Mana shu tug'ilgan sana. Yoki aynan video olinayotgan sana 2025-yil, 2025-yil. Hop, 23-dekabr. Dekabr. Hop, buni qanday yozamiz? 2025 ni yozamiz mana. Yil, hop, oy 12-oy, sana 23, to'g'rimi? 23 mana yil. Buni endi harf bilan yozadigan bo'lsak, 2025 Ichon, Iship o, Nyon. 2025-yil. 12-oy Ship, Ivol. 23. Hop, davomiga yozaman. Kichraytirib mana Iship, Sam, il bo'ladi oxiri. Hop, mana shu joyni pastga yozar ekanman. E'tibor qiling. Mana shu joyni mana Iship, Sam, il. 23-kun. 23 kun. 2025 yil, 12-oy, 23-kun. Tushundikmi sana aytishni? To'liq mohiyatini tushundingiz degan umiddaman. Va 7-darsimizning 2-qismi shu joyda tugaydi. O'zingizni tug'ilgan sanangizni yoki aynan bu videoni ko'rayotgan vaqtdagi sanani ham yozishga ham aytishga harakat qilib ko'ring.